любой что. Bugün kıydır, kuşun kıydır, kaydır durnalar. Ketken çoğu kuskulanıp alan tırnalar. Bilip bilmez. Ağzıgileyden konin keser. Adin yer iş gitti. Gafir, dur kara. Kudonu bir gün kuru içeride. Ortam. Bakı. Divarızım. Vallahi. Pomidor bakı to'ra otsa qanday zaksi qilamiz. Zahringa pomidor yegurlar. Men birovga bosh yeganing odam emasman. Birinchi yo'l Toshkentda bo'lgan akang qaydagan, bilasanmi? Aka? Nima o'sha mashinani biz ko'rmaganmiz? U paytlar sen bobagansan chunki. Ha, akam yo'qmi? Men sen akangman. Aka, onam. O'sha chay qurishamiz. Mana shu qo'shning bor-ku, mana qo'limni o'zinikiga qo'shib olgan, bilasanmi? Eslaman o'rtoq. Ko'chib kelgan paytimda-chi bu yerda tut daraxtidan boshqa shashvaram yo'q edi. Bilaman. Qatta bilasan, sen ham yo'q eding-ku. Doding ham kelmadi-ku, qani bo'tliga. Sen nechasan? Molu davlat topgaysan, ota-onang topilmaydi. Hadi, sana to'g'ram bo'lgan. Akalaring iflos mashinaga odamga bilasan? Umuman gapirmay akalarimmi? Urug'ingni ham yoqingni menga. Siz ham bularga umuman yoqmagan. Yo'q, chakagingni. Sidrasiz. Mana buni dabdalasi chiqyapti o'zi. Iplab ziladan chiqib ol. Aka. Vaqti kech bo'lib ketdi, uyga boring. Sen ko'tar katta qilganman. Qiz emas, yomon ko'p odamga ichirib yubordingiz. Ertalabgacha o'tiramiz dedingmi? Dadamga gapirolmayman. Ada siz ham xonangizga kiring. Sen xonang bormi? Sidrama, birimiga qurib qo'yganman. Chiqib ketdingmi meni? Davaychi oshqini yeyib turmasdan. Go'sht yo'q, qattan qilaman. Aka qo'ysam, aka go'sht qamasini. Olib kelib qo'ygan. Undan ko'ra menga uy solmaysizmi? Arvoh ichib yevordi sharmanda qilib ko'chada. Ko'charing. Alkash. Mana shu ketajli imoratni zayn tishagan ukam. O'z to'yga ertaga beraman shuni. Hozir qilasan. Turmalarni olib kelib o'tqiz, pulini beraman senga. Hop, ertaga chiqadi, chiqadi. Aka xona qilamiz. Hozir qilasan. To'yir aka. Ada, qachon bo'ldi qilas? Ertaga uylansam, kirini oldi shunaqa ichib yurasizmi? Onamni ham tamom qildingiz. Ishim yo'q, bola, bo'ldi. Bo'ldi boshqa ishim yo'q. Faqatchi oyna olmayam chiqib tur bolam. Ey. Davay! Выполняем нормативы. Водка пиво, под конец корпоратива. Shu xotin bilan Husayna tinch qo'ymaydi-da. Bolangiz sizni sog'inibdi. Bo'lmasa hayotda yozmasdim. Ada sizni sog'indim. Baribir yaxshi ko'raman-da shu xotinimni. Men ham seni sog'indim bolam. Seni o'ynashga kuch-quvvat bo'lsin deb qazib oldim. Mash devalida boks o'ynamoqchi edim sen bilan. Oying arazlab olib ketib qoldi. Fursat bolani yaxshiroq. Mana ko'ring, o'g'lingiz ba'zigina o'ynab charchab uxlab qolasiz-da, to'g'rimi? To'g'ri-da. O'zingdan qo'shma. Mana bolam kesin zo'r o'yinchoq olib qo'yganman. Politsiya o'ynaymiz. Shunchalik sog'ingan bo'lsangiz, olib keting adam bilan gaplashib. Yaxshimisan? Nimaga keldingiz? Ketmayman baribir. Ketmayman deb. So'ngga ko'tarib olganing qara. Seni deb emas, bolam uchun keldim. Esingizda bo'lsin, sizni faqat bolamiz uchun kechiribman. Bo'lmasa ikki dunyo kechirmasdim. O'zi o'rtamizda bola borligi uchun keldim. Bo'lmasa qoramni ham ko'rmasding. Bo'pti, yuring, uyog'ini uyda gaplashamiz. Adem bilan gaplashib ketding? Yo'q, shart emas, adam uxlab qoldilar. Uni qarazlavermang, ha? Siz ham xafa qilmang. Aytmayman. Ada o'yin, mana olib ketibsizlarmi? Voy, o'zi sen uchun keldimi, bolam? Adem qarab turolmayman. So'raymi? To'xta, kerak emas. Bolam shu yerda qolmaysan, dodang bilan. Kompyuter o'ynaysan, bolam bilmaysan-ku qardan. Qanaqa bo'lgan? Ukam, boydan beri qarab turibman, hammadan nima so'rayapsan? Ota, shu o'yinni ko'raman deb O'zbekistonda hamma ishlarimni yig'ishtirib Amerikaga kelgandim. Qo'llab-quvvatlamoqchi edim jamoamizni. Boburiylar keldi, Temuriylar keldi. Demoqchi edim. Bravo, ukam. Yo'q, aka, sizlar chiqishga qo'yib qo'yganman. Jonima, viza olishga, Amerikaga kelishga haqli. Mana bu Onur 600 ishlash ketmadimi? Nima qilish kerak buni? Tur.
yoki haqiqiyga o'xshabdi. Qarang, Ronaldoni ham qo'shib yuborsak bo'lmaydimi oldiga? Muammosi yo'q. Ukam, Honor 600 ni AI image funksiyasi orqali shablon va promptlar bilan rasmlarni cho'tki video qilsam bo'ladi. To'xtab tur mana. Qani? Yaxshi. Lekin aka, stadionning eshigini tegib turib kira olmasam. Ulan, bitta ochib aytmoqmidi? Bor. Shu kam shu yoshga kelibdi. Oshnog'aynisini qarindosh olsharmanda bo'lmasin. Rahmat aka. Ber shunga 1,5 mingga, ber. Issiqdalik qilib 1,5 mingga ber, pulni sana ukam. 1,5 ming? Naqli 4 ming ketgan ukam, sariqo. Aka, boya meni qanaqa ishlatishni o'rgatyapsiz-ku? Kim ekan endi bu boy? Klient, Ziyo, qaravol. Labbay Farruh aka. Eshitaman. Chaqirganim yaxshi ishlayapsan. Shu tempda davom et. Oyligini oshirib beraman. Faqat shuni esingdan chiqarma. Sen meni eng yaxshi ko'rgan ishchimsan. Xo'p bo'ladi. Bor, qarayver. Qarashib olaymi? Uch oyda filiallarni 10 ta qilib tashlaymiz. Menga zo'r ish boshqaruvchi kerak. Xolos siz birga ishlaymiz. Yaxshi ishlayapsan. Shu tempda davom et. Oyligini oshirib beraman. Sen meni eng yaxshi ko'rgan ishchimsan. Meni kechiring. Men shu yerda ko'kardim. Xo'jayinimga xiyonat qilib keta olmayman. Uzr. Shunaqa deng. Sherigingiz necha yildan beri ishlaydi bu yerda? Men bilan baravar boshlagan. Mumkin bo'lsa chaqirib bera olasizmi? Xo'p bo'ladi. Rahmat. Non, rien de rien. Nima deysiz shunga? Endi Oyligingiz boshlanishiga 30 million bo'ladi. roziman. Voy, 30 million. Ay, sinab aytgan ekan-ku. Yukisini otganmikan? Bu bo'lsa haydab turishingizga li 9. Voy, li 9 keldi. Ay, nimaga rozi bo'lmadi? Ish qilib sinayotgan bo'lsin-de. Ishni qachondan boshlasam bo'ladi? Hozir bilman. Farq. Yegani shu bo'lsin. Xo'jayin Farruhga chaqiraymi? Yo'q, yordamchimiz ham Farruhda. Mashinani fotomat qilib beradi. Qachondan ishni boshlashini aytadi, xo'p? Nima atkaz qilaman? Voy, tupoy. Aka, maylimi? Aka, shu bola bilan ishxonangizni gullatib o'ramiz. Boy taklifingizni o'ylab ko'rdim. Men roziman. Ish olamiz. Farruh! Pamoshi Farruhmi? Farruhga qarab oling. Yo'q. Sanlarni xo'jayinlaring Farruh. Farruh! Bu mavsum beryapti bularni. Ko'rding, bo'lmaydi bular. Bo'shab bu ishchilaringni. Sinab o'tgan ekan-ku. Shuni bilgan ekansan, nega o'g'lon aytmading, so'te? Men seni yerda o'ylanma. Nasmani ham tosib ketding, bilasanmi? Voy, sen nas kaldi.